أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. Meni bu bir babdır. Mecburlanğan adamniki ilim setim haqqidagi bir bab. Ve şu mecburlanğan adamniki o'qishiniki, yani ular nima qildi, ilim setim çok qildi. Nima derse o'ziniki haqqida, yani haqqida. Yani o'ziniki haqqi ekan. Şu haqqının o'zida bu adam ikkinchi bir kuch tarafdan uni majburlanibdi. Mecbur onu satmasang çok bo'lmaydi debdi. Shuningdek, bu mecburlangan adamniki o'xshiki, yani bir adam muztar, yani unuga qilmasa qat'iy bo'lmaydigan ehtiyoji tushib ketdi. Meni mushunda qilsa, bunda bir bay'iniki o'zi, bunda bir ilim setimniki o'zi durustmi, durustchi emasmi? Fil haqqi ve gayrihi. Yani o yılki ilim setip adam mecburlanğan yüzniki haqqi iken, yani yüzün mulki iken, mulkini apırıp çıkıcı bir adam onu sat depti. Ama o adam onun satkısı yok. Şuradaki bu haqqniki gayri olan, yani o adamın nimesi varken, bir işleri varken, mesela icari veriş var kaza. Diğerledek müşündaq işlerin özüde bir adam mecburlanğan bolsa yoki unuğa ihtiyoç çıkıp qalğan bolsa, o adamniki mena ilim setim qilishdan iborat bo'lgan men mush ishniki o'zi islom dinimizda durustmi, durustchi emasmi? Durustmi, durust emasmi? Men mushning ustidagi nim o bab deydim. Hamda biz Kitab-ı İkra degan kitapni o'qiyotgan bo'lgandiki, yani mecburlangan adamniki o'zi qanday qoladi dinimizda shu mecburlangan ishni qilib qolsa degan bir kitobni shu ketib bordik. Yani oldingi darsimizda bir qancha babniki darsini o'qidik, hamda 7sini. Hamda hozir hamda ilim setimdan iborat bo'lgan mushunda bir ish var, hamda muomala ishlari. Men mushuningki o'zida bu adam ikkinchi bir kuch tarafdan yo hokimiyat yoki boshqa bir taraflarning o'zidan mani nima qilib sot debdi, ammo u odamning sotqisi yo'q, o mol o'ziniki. Shu vaqtida bu odamniki shu sotgan malning o'zi shar'iy tarafdan durustmi, durustchi emasmi? Tövenki hadis qasasan, Imom Buxoriyning keltirgan hadis qasasan, mushunda bu qolsa bu nima o durust. Nima bo'ladi o majburlangan bo'lsa, bunu qarab, onu deymiz, onu durustçu deymiz, deydimdi. Hem de ilim setimniki yüzü asli, iki tarafın yüzü öz ixtiyarlı olan, razili olan, mene onun kılan gep, ilim hem alıdığan gep, hem satılan gep. Hem onunki zıt doğan iki kuş tarafından mecburlanıp, ya öldürmen, ya andak qatımen, mandak qatımen, satmasan olmaydı dese, bu şer'i taraftan bu durust mu, durust emas mı? Müşün üstüdeki bak. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, şu aradaki biz bir mescitte idik. Yani Peygamber sallallahu mescidi idik. Şunda çıkıp kaldı bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzünkü üyden mescid çıktı. Çıkıp dedi ki, İntaliku ila Yahuda depti. İntaliku ila Yahuda. Nima qilibdi debdi. Ya'ni menla nega Yahudini qilishga men Yahudini qilishga bor emas deb men mushu nima qilibdi gapni cho'q qildi Payg'ambar alayhisolatu vassalam. Endi shunga namaqul deb biz chiqdik. Payg'ambar alayhisolatu vassalam birlikda Madinamdan Yahudiniki qabilasi bo'lgan aşağıda bir qancha cho'ng qabila vardı. Onunki Bani Nazir, Qurayza, Qaynuqa degan men mushu nima mushu Yahudilar vardı.
Endi Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala'nın meni mu'min Müslüman bo'lishning o'zida hijratning 7-yili atrofida Müslüman bo'lgan. Endi Payg'ambar sallallohu Benindazir va Qaynuqa degan bu qabilning o'zini, uni polishning o'zi bu uningda burun bo'lgan. Shunga bu gapning o'zida Payg'ambar sallallohu bu yerda nima ish chiqadi, bu qandoq gap bo'lsa, shu vaqtning o'zida shu yer qilib qolgan yoki Xaybardagi yoki olmaydi burun qilib qolgan Yahudlar ashar qilib qolgan bo'lishi mumkin. Shu qoldiqniki o'zi qamlashmagan ishni qilib, u nima ishkan? O Yahudilarning yeni bir qabilning o'zi bu yer ittifoq tuzaydi ekan. İttifaqniki o'zida bu ittifoq tuzgan qabilning o'zi ikki odamning o'zi bir musulmon o'ltirib ekan. O'ltirayotgandiki Payg'ambar sallam buniki dietini beringlar deb Yahudining qashqichi chiqargan bo'lib mangadi ekan. Biz sen ana qasam tuzab bu taqqan bo'lgandiki sen uni to'la deb. Shundan Payg'ambar sallam biz chiqdik, hattoki nima qildik? Keldik biz Beytul Midras degan uyga keldik. Midras degan Tavratni o'qiydigan nima va dars o'qiydigan uy. Biz nima deymiz? Madrasa deymiz. Maliniki nimasida Midras. Midrasniki o'zi nima ism olam, Mipalun. Mipalunniki o'zi dars o'qiydigan ola uy deb bunda bir ism makonga kelishning o'zi g'ayri qiyos bo'lib noit oz. Yo'qmaydi. Midrasniki o'zi darasa yadrusida chiqqan bu bir ism olat bo'lib bu nima siyg'i mubolag'a. Yani bak yani o'qiydigan. Chunki Yahudlarning o'zi Tavratni yodlamagan ekan. Ular ash bekatumay ash Tavratga qarab ash ko'ryapti bizlarni. Ashuni taqirib o'qiydigan o ish degan gap. Meni mushu itibarlan o o'yninki o'zini nima deb atalganini Baytul Midras. Yani Yahudilar o'zi o'ziniki Tavratni bak o'qiydigan deb. Chunki ular ham shu yerda bo'ladi asosan. Unda o'nki shu yerga bordik. Borgandan keyin shuna Payg'ambar sallam u yerda tudi deydi, ya'ni kirib ashada turib, ya'ni shu ichi kirib yoki shundan ularni Payg'ambar alayhisolatu vassalam kishidi. Hey Yahudi jamoati, aslimu taslimu debdi. Yoki aslimu tasam, salima yasam olsa, bo'ysuninglar islom diniga kiringlar. Mushunda kirsanglar, sizlar salomat qilib qolasizlar. Tez xotirjam mu'min musulmon bo'lgandan keyin shu vaqtda islom dinining puhrosi bo'lib, xotirjam yashaysizlar debdi. Endi Payg'ambar alayhisolatu vassalamniki payg'ambar ekanligimiz ma'lum. Bu zotniki ana da'vat qilishning o'zi qandoqki payg'ambar alayhisolatu vassalam o'ziniki oilasi balvoqisini tortib, mana atrofidagi odamning hammasi kecha kunduz maxfiy oshkor chiqqan. Shuningdek, mana ashundoq kofirlar, ashlar, yahudlar, ashlar to'plam ash markaziga beribmi, men mushda nima qilganda tabliğni shu risolatni o'zi yetkazgan. Mana payg'ambar sallamniki bir sunnatchi men mushandi. Endi biz mushda yerda biz hozir qila olaymizmi? Qilmaymiz. Yani o hakimiyet başta olgandan keyin İslam hakimiyet yok. Degenden keyin Yahudlar dedi ki, "Qad ballagta ya Abul Qasim" debdi. Cezmen yetkizin sen ey Abul Qasim. Yani Allah Taala sana bergen aşo nimene vahiy davetniki özünü sen bizga şu yetkizdin. Nima dedin hozir? Müslüman bo'linglar dedin. Sen bizni musulmon bo'lishga nima qilding? Chaqirding. Chaqirgan bo'lgandan keyin meni Alloh taolo, meni payg'ambar alayhisolatu payg'ambar evet işte, meni butkul insoniyatniki o'zining islom diniga chaqirib, islom diniga nima qilish, meni uning uchun kirishga sababchi shu bo'lish. Buni uchun chaqirish. Unda ona bu ishni uchun sen qilib bo'lding debdi. Degandan keyin dedi payg'ambar zalika uridu debdi. Benim aşını aslida men mushuni iroda qildim. Chunki Alloh taolo meni payg'ambar qilib evatgandan keyin meni qolgan kishilarning hammasi musulmon bo'ldi. Ammo sizlarga hamma payg'ambar. Payg'ambar bo'lgandan keyin sizlar o'z ixtiyoringiz bilan og'zingizni chiqarib nima dedinglar? Ballag'da dedinglar.
Bellag'da degan bo'lgan ekan, sizlar shu bellag'da degan gapniki uzidan nima qildinglar hozir? Yetkizinglar risolatni dedinglar. Men asli mushni irod qilmoqchi edim. Musulmon bo'ling degan gapni agar unutsanlar, men mushu yetkizing gap og'iz chiqqani guvoh bo'ladi. Guvoh bo'lgandan keyin o'chadi bu yahudlar Allohning oldiga kelgan vaqtida nima degan gap biz yetkizmidi. O'sha yerda botillik yetkizmidi bo'lgan gap. Men mushni dedim qanti masala irod shu qantim. Ondan keyin men payg'ambarim bu gapning o'zini ikkinchi qatorchi dedi. Aslimu tasamu degan gapni dedi. Degandan keyin ular yana ikkinchi qatorni yana dedi. Qad ballag'ta ya Abul Qasim. Jazman yetkizing o Abul Qasim. Endi ya Muhammad mi demaydigan gap. Ya Muhammad ya Rasululloh mi demaydigan gap. As Rasululloh demaydigan so'ng. Endi Abul Qasim degan hammamizga ma'lum payg'ambar alayhisolatu vassalomniki bir bolasi bo'lib, u bolasining ismini Qasim bir rivoyatda. Unda o'niki Qasimning bolasi deb buni kinoya bilan aytayotgan gibi. Degandan keyin dedilar ular shundan andiki dedi payg'ambar 300 qatam yeni shunday dedi. Degandan keyin 300 qatam andiki 300 qatam desa ular yeni 700 sen osh gapni dedi. Degandan keyin dedi payg'ambar bilinglar jazman zimin Allohning rasuliniki mulki. Bu yerdan Alloh deyishi zaten hammadan biladi bu zimin yer şari ve onun başka bütün mahlukattan hepsi Allah'ın mulki. Hem de Allah'ın mulki de uçağınızda bu umum halkın emez. Onun içinde özündeki benim insanların şu işleyen neymiş karak mulki olan neresi var. Öy, pol, vakaza. Bu nime o mecaz. Bu yerden de Allah'ınki mulki diyeni bu yerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki benim mulki diyeni nime o takdim. Yani Allah'ınki mulki olan bu zemin yani o kişinin üzeri Allah'a naip vakaletten gapnemini vehisi yetkisi kalmadı. Onun nimisi oldu. Zemin uçu oldu. Unda o anki sili turvatka ama zemin mi nime? Benim zeminim. Onun kıvveti Allah Teala bana Allah çok kıvveti. Anda o andaki cezmemen irade kılınmen şunun silini paylaştı. Muş turvatka yerde sürgün kıp çıkarıp başkaga meni yo'q haydi betishni men iroda qilaman dedi. Mush gapni debdi. Endi mush gapni degandan keyin asli buningdan yani Bani Nazir, Bani Qaynuqa, Bani Qurayza degan osh qabila. Uningdan keyin payg'ambar sallam endi Xaybar qabilasiniki uzilan u yerda andikin uni azatgandan keyin u yerda u shu yerdagi Yahudilar bilan kelishim tuzaydi. Kelishim tuzab mana u chiqqan askarahniki yerimi bizga yerimdan ishlab boshlagan bo'lgandan keyin bu sizga bo'ladi. Ammo bunda kelishimning o'zi ma'lum muddatgacha bo'ladi dedi. Uningdagi payg'ambar vasiyat qildi. O'ziniki vafot bo'lishniki oldidan rasmiy arab yerim ordidan mushrik qolmasin. Hech qanday bir narsa qolmasin. Surib chiqarib etanglar deb vasiyat qilgan. Buni qarta andikin Umar roziyallohu taolo anhu o'ziga xilofat davrining o'zidan Xaybar Yahudining o'zini yani deb dushmanlik qilib, suiqasd qilib ochtaqqan bo'lgandan keyin buni qarta sizlar bu yerda biz bilan xotirjam yashashgan, ya'ni islom davlatining bir puhrasib yashashgan, buni ichida yashashgan siz loyiq emaskansizlar deb uni qatgan, uni men shimol tarafga shu Zarqa deydi, shu tarafga podr etgan. Shu cho'qqan. Anda o'g'andan keyin sizning ichingizdan bir adam o'zining melidan bir şeyini tapsa, yani o'ziga taalluq mulkdan qandaqlik narsa bir narsa tapsa, uni qolsa uni sotib olsin dedi. Endi buniki asli pul mal bak nima o yeriz o'g'andan keyin bak nima umroq haddidan ziyoda. Haddidan ziyoda umroq o'g'andan keyin bo'lgandan keyin mana bularniki o'zi o ilm setish nimasi yo'q, nitiki yo'q. Niti yo'q bo'lgandan keyin moyat payg'ambar uni uqqandan keyin mana melini ep ketolmaysan. Biz endi rahmat qilib sizga setib pulni o'sma, endi epki mushtaqmayat ketinglar deb mushtaqni qildi dedi.
Bu ne oldu ya mecburlaş oldu. Mecburlaş olganı ki Peygamber onu musun aşlı sat degandeki yani İslam şeriatimizde bir adam ilim setim kılıp mecburlanan holatda bir narsa ilim setim mustahkam bolsa şer'i tarafdan bo'lgan bo'ladi ağın satqancha bo'ladi deydi. Ve illa ta'lamu ennel erda lillahi ve rasulih. Ve eğer onu musanlar bilin şunu ki cezmen zemin Allah ve Allah'ın Resulü'nüdür. Bunu bilişin lazım. Yok biz satmayımız ondan insanlar seni yaşavatkan azimin Allah'ın Resulü ki emin zemin. Apırıp mellarını hiç kana koymayı apırıp sürgün kırıp set çıkıp ruhsat vermeyin. Hemen bu sadık Mustafa otemen. Der Peygamber aleyhissalatu vesselam men müşehidistan müştahço diyen. Hem de diyen bolgan diken yani demek bu yerde malniki üzerinde Yahudilerin mecbur kalgan bolgan diken bu itibarla Peygamber bu settenlar dedi. Settenlar diyen diken müştah elim setten ve hakaza işin üzerinde şikkeci bu kuş taraftan bir adamın mal mülkinin set müştah kalgan bolsa bu nime mecbur halatda o nimiken durusken. Babun la yacuzu nikahul mukrahi. Şimdi mecburlangan kişininki nikası nime emas, duruşçu emas. Men muşunun üstüne kelime o bab deydendi. Yani bir adam özünki kızını, özünki şu ayal tuqqanlığın özüne, özü vali, yani o irdaş kılıdı. Şu kişinin özüne, ya olmaydı oğlununki özü nimiken aşağı toy qilmoqchi çıktı. Toy qilmoqchi olsa özünki yakılır deb ata-onasininki şu adam bo'lgan, bunu arlışıp, anıq tek, manı tekme, anı al, manı al deb, unumusu unmay, onu ep verip, ya ki onu berip, müştaksa İslam dinimizde bu mecburlangan bo'ldi. Bu mecburlangan bo'lsa, mecburlangan nazkiraning özü hükmü bo'lmaydi. O nikahçı emas. Dep nim qildi unuğa mustahço qaraytamdi. Ve Allah Teala bunda dedi. Ve la tukrihu fetayatikum alal bigai in arada tahassuna liyabtagu aradal hayatid dunya ve men yukrihunna fe innallaha min ba'di ikrahinna gafurur rahim. Dep Allah Teala mustahço dedi. Bu ayette mecburlanmanla sizniki kul ayollarının üzerine nimige zinaga. Zina kılıp payşvaz. Muşunda kılışkan eğer o ayolların üzerine tahassunni, iffetni nima qilib qolsa, iroda shu qilib qolgan bo'lsa, u chog'da hargiz buni mecburlab payşvazlik qilib, sen buni qarshiligida menga pul topsan deb unumusi unmay kunlik, soatlik yoki oylik manch pul topshirsan deb unda nima qilmanglar, mecburlamanglar. Unda mecbursan nima qilmaydi, bo'lmaydi. Meni mushtaq qilish nimishqa litafadagu arada hayatid dunya. Dunyaniki menfaatini deb, dunyaniki menfaatiga erishman, yetiman, talab qilaman deb mushuncha qilsa, pul topaman deb. Bular ishni qilmanglar. Wa may yukrihunna fa innalloha min ba'di ikrahinna gafurur rahim. Kimiki şu didek ayollarniki üzerine men ishqa mecburlab ashtaqqan bo'lsa, cezmen Allah Teala ulanı mene mecburluğan dikin. Mecburlap şu işte kandikin onu tövbe kılıp onu açtaqqan bolsa, o çağınızda Allah nimedir ulanı günahını mağfiret kılıçıyor, hem rehim diyor, dildir, dep müştakçı deydi. Hem de bu ayetin kişisi var bana.
Mana Abdullah ibn Ubay Sulul degan munofiqniki ikki dona bir qul ayoli bor ekan. Birisiniki ismi Masika, yana biri isminiki ismi nima bilmayman. Mana şu ayollarning o'zini qandoq bo'lgansa bu Abdullah ibn Ubay sen buni kunda sen mushundoq pul topsan bo'lmaydi majburlab ashundoq yo'q ko'chaga uyabiyaga chiqirdigan. Chiqargandan asli bular mana o'z o'tirsa lekin agar bizniki bu qilgan ishimiz agar to'g'ri bo'lmagan bo'lsa buni yenishimiz kerak. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa mushtaq qildi deb ash gapni mushtaq deyishirkan. Deyishgandan Alloh taolo bunu o'qib, mayadagi patayatukum degan patatun deganning nimasi jam'isi. Bu yerda patayat degan imaukum, ya'ni hur ayol emas, qo'l ayollar degan gap. Qo'l ayollarning o'zini, ya'ni shu munofiqlar bunda bir kishilar bag'a big'iyan deydi, bu nima? Zina qildi, fohish qildi degan nima bo'ladi? Ma'nida shu bo'ladi. Ayollarning o'zgasini bag'i deb nim qiladi, atiladi. Unda olan ekan, mush ishniki o'ziga silinib qilmanglar, majburlamanglar deb mushtan nima qildi dedi. Ya'ni demak, bu oyatning o'zida majburlashning o'zi shu harom ishni qilishga sizlar uni çok majburlamanglar dedi. Anda olan ekan, buni deydi Imom Buxoriy bu oyatda chiqdiki, harom ishni qilishga majburlamaslikniki o'zini Alloh taolo buni to'sqan ekan, ya'ni halol ishni qilishga bir tariqa avlan nima qiladi Alloh taolo buni to'sdi. Unda bo'lgan ekan, buni qarta mana halol bo'lgan narsa nimati nikahti. Nikah bo'lgan ekan, buniga bir odam men qizini ya o'g'ilning o'zini olsan, ma'lum qilsan deb ashtoq majburlab, unmusin, unmay, ashundoq deb turib olgan bo'lsa, u chog'ingizda bu nima bo'lgan bo'ladi? Majburlab ashtoq qilgan bo'lsa, bu bir tariqa avlan nima u durust bo'lmaydi. Ne bo'lmaydi? Haram. Bunu da ulamolarimizniki deyishcha, meni jumhur ulamolarimizning o'zi bunda bir nikohniki o'zini men botil. Bu qat'iy nima emas, o durustchi emas deydi. Endi Imom Azam rahmatullohi alayhi nazarida buni nima deydi? Uni durust deb nima qiladi? Unga qaraydi. Uni mushtan nima qiladi? Qaraydi. Eğer mesela bir adamga qizini bermoqchi bo'lib, rasmiy to'yliq elib ashtoq bergan bo'lsa, bu to'yliqniki o'zi nima ekan? Masalan, 2,000 ekan. Uning qarta unida ya 5,000 mushtaq narsa olamiz buni degan deb ashtoqqan bo'lsa, u chog'ning o'zida deydi, agar uniki degan men o'zi lozim keladi, uningki usti lozim kelmaydi. Chunki u qizvalaniki mehri misl boshqa qizvalarning qiz yoshda onasi tarafdan bo'lgan tuqqanlarning o'zi hammasi chiroyli emas o'xshagandiki, uningki u mehr haqqining o'zi manchitlik bo'lganligi eshib ketgandikan, shu eshib ketgan narsa bari ashini nima qildi deydi Imom Azam rahmatullohi alayhi. Buni nima qildi? Berdi, ammo u qo'ygan narsaning o'zi bekorchi bo'lib ketadi deb mushtoq nima qildi? Mushtoqchi deydimdi. Endi aslida uni endi botil qilgandikan asli shu nikohning asli botil bo'lishi kerak. Agar udan to'y qilib bo'lgandikan, shunday nikoh nima qilib majburlashib ashtoq qilib bo'lgandikan bo'lsa, uchamiz nima bo'ladi? U nikohning o'zi durustchi bo'ladi deb mushtoq nima qildi? Uni qolaydimdi. Mayadamda inaratan tahassunan degan bu shart qildi. Sizniki ayollaringlar, qul ayollaringlar zinoga majburlamanglar, agar u tahassuni iroda qilib qolsa dedi. Bu yerda usul fikrnimizda bunda bir shartniki o'zini bu yerda nima emas, lozim emas. Ya'ni iffetlikni iroda qilib qolsa, ya'ni qilmaslikni iroda qilib qolsa, andik majburlanadi. Agar qilishni iroda qilib qolsa, o'sha majbur qilavermaydi degan gap chiqmaydi. Mafhum muxolifini qilmaymiz o'chanimizda, buning uchun iroda qilmaymiz ham oyatning nimasida.
Abdurrahman ve Mucemme degan Yazid'in Cariyetil Ensari degan adamning ikki o'g'li bo'lgan. Mana bu Abdurrahman, shuningdek Mucemme degan ikki adam rivoyat qildiki, bu ikki adam Xansa bintu Hizzamil Ensariya degan ashu qizvalidan, ash ayoldan nima qildi? Bu ikkilar rivoyatchi qildi. Shunda deb kezazman, bu Xansa degan ayol uni mana nima qilgan? Bir ayol bir odamga elchib bergan. Bu ayolning o'zi unimiti sayyibchi edi. Yani bir qata aytib chiqib bo'lgan bir ayol ekan. Bu ayolning otisi apir tegmayman desim unmay apir bir odam beribdi. Bergandikin bu ayol bu ishni, bu ayol buni nima qildi? Sat ko'rdi. Ya'ni yoqtirmaydi, men uni tegmayman deb unmaydi. Uni bo'lgandiki, shuna bu ayolning o'zi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keldi. Meni otamniki o'zi shundoq unmasam unmay bilsa gitmişda badi degandikin, Payg'ambar alayhisalom shuning bilan bu ayolniki nikosini rad qildi. Nikah emas deb mushtaqchoq qildi. Unda o'ndikin majburlangan mushundoq bir ayolniki nikosi bu nim bo'lmaydi deymiz, durustchoq bo'lmaydi deb mushtaqchoq deymiz deydim. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilinadigan dedi Ayşe. Dedim men, ya Rasululloh, mesele soruldu ayollardan, meni o sorulamdı. Mesele sorulamdı ayollardan, o ayollarniki nikahıda. Ebda yubdi o ibda degan gap, nikaha yankahu degan gap. Yani bu iyi qilmoqda, yani nikah qilmoqda degan gap. Yani nikah qilishning o'zida ayollardan mudaq so'rab, qanday qilamiz, paloni kipti, pokini kipti, uni ma'qul demsiz, demamsiz deb mushtaq so'ralamdi, qanday qilindi bo'lmish kipti deb abli tega deb ashta qotamdi deb nima qilgan? Meni ashta deb nima qildim? So'rgandim. So'rsam dedi Payg'ambar, ha. Men o qizning o'zidimi atan so'g'an vali va odam nima qildi? Ashta so'raydi. So'rab pekib, ha paloni kipti, qanday qilasiz, tegamsiz, tegmamsiz. Mesela yüzdegiz kelmese, şu apisi yoki yaqin qiz mesela acısınlar oğlan bolsa şu arqalıq ata oğlan adam yoki veli oğlan kişinin o'zi ashtaqda nima qilgan masaf qilgan gap. O'sha masaf qildi. Dedi. Degandiki dedim. Hamaqul bir qata erkek chiqqan ayol bo'lib qolgan bo'lsa, erkek chiqqan ayol bo'lgan bo'lsa, o'chanizdan unchilik gapning o'zini xijil olmay qanday qildi? Ya ma'qul, ha bo'ladi ya bo'lmaydi deydi. Ama qizbasiz kelsak, bu qanday qildi desa, dedim men. Jazman qizvali degan, mena u masala so'raydi, so'rildi. So'rgandan keyin u qizvali nima qildi? Hayo qildi. Ya yamaydi. Og'zi gapni chiqaramaydi. Shundan u qizvali ashta gapsi paloni gap, o'qini gap qanday qilsiz desa, jimmi tushib qoldi. Bu qanday o'g'li bu? deydi. Yani o devrin o'zida meni qiz ayollarimiz meni bo'libmi erkakmiga qizlarim o'zi mushtaq hayoliqdi. Hatto ash nikoh tegamsiz degan gapni qilib unmay, xijilib uni binasi demaydigan ashta holat dedi. Hozir qanday olib ketdi endi ko'ryapmiz endi. Degandiki deb olsam, sukatuha iznuha debdi. Shu qizvaliniki shuk to'g'anligi o qizvalniki ruxsat berganligidir. Agar o qizvalning o'zi uniga yoq degan bo'lsa, shuk demay yoq deb bir xil emas, yo bilmas qilib harakat qilib interoz bildirdi. Interoz bildirmay, o'chamizda shuk to'g'andikin o bo'ladi, men uni tegiman degan gap bo'ldi. Uni degan ana degan velisining o'zi shu odam bilan deyishib, ani qog'a ishni berkitib, mushtaqisi shar'iy tarafdan bo'lgan bo'ladi, bu durustchoq bo'lgan bo'ladi deydimdi. Endi bu yaniki üstüdümü, Peygamber Mahir'sin üstüdümü, qizvallarni ergi berishning o'zida jazman masala so'rildi dedi. Mecburlaştığım qildi, mecburlaştığım gap masala so'ramay qila tegadi deydigan gap. Agar unmay tortib qolsa, apir mecbur tegadigan gap. Bu nima deydi? Uni ikro deydi. Ya'ni demak, bu inson o'zidimi yosh Peygamber agar mecburlash nima qilgan bo'lsa, bu masala so'raydi demay, o'sha güvvetonga loyiq kelsa deydi. Unda o'g'al ekan, bu yerda chiqdiki, mecburlangan qizvaliniki ayollarniki nikosi. Shuningdek o'g'il olib qolgan bo'lsa, o'g'il o'g'ilniki nikosi nima bo'lmaydi? Shar'iy tarafdan durustchi bo'lmaydi deydi.
Endi qiz o'g'ilning o'zi shundoq bir masala serp ochdi degan vaqtning o'zida agar shar'iy tarafdan o'zining tushunchaga asosan shar'iy tarafning o'zidan u chog'ingizda yo'q deb degan bo'lsa u chog'ni qanday qilish kerak u chog'ingizda yo'q deyishning o'zida islom dinimizning ruhiga uyg'un bo'lgan bir shakl ekan. Masalan, ota-onasi bo'lgan adam ya qizning o'zini qanday onun puli bor ekan, masalan, boy ekan, mashinasi bor ekan, o'zidan ubdan boqqa desa, undaqqa desa debdi. Bu qiz bolasi nəhayət ubdan o'qibdi. Yani hafiz dinda o'qib, mundaq qilibdi. Ammo u fasiq ekan. O erning o'zi ariq ichidi ekan, mushtaq bankash, mushtaq har xil xatosh namoz bi o'qib o'qimaydi ekan. Unda o'g'andi ekan, buni uqqa asosdan agar uniga e'tiroz qilgan bo'lsa, nima bo'ladi? Uniga men tegmayman deyishchu kerak. Uni nima? Ashta deyishchu kerak. O'sha vaqtda andiki uning bo'ladi savob bo'ladi. Agar buning qartayini texmi chingitib, sen uni olsan, tegsan yoki tegsan deb ashta desa, bu qat'iy bo'lmaydi, durustchu bo'lmaydi. Endi tegsan deyishning o'zida mana agar taqvo bir nima ekan, erkan, undan o'qigan, halol haramni biladigan, 5 vaqt namoz o'qiydigan, men Allohlarni biladigan, so'ydigan. Endi buni tegsansa aqzvoning o'zi, buniki pul yo'q ekan. Bunun ishi yo'q, ya uy yo'q, binasi yo'q deb unuga asosi hozir davrimizga ashunda qon bo'lsa uçağımızda bu qiz bolaniki ya bu er kishining o'g'il bolaniki otasining o'ziga e'tiroz bildirishning o'zi nima o huquq ota-onasi gibi unmagan bo'ladi. Chunki islom dinimizda qiz o'g'illarni berishda qiz bolalar bo'libmi o'zlarini diniy tarafdan rozi bo'lgan ashta kichik qolsa nima qiladi deb beringlar dedi. Beringlar degandan u odamning o'zi nimani namoz o'qidi pul olmasmi, uy olmasmi, u odamniki men jiq pul olmasa o'zi qo'shqin baqidi yo kira olsami, unda o'g'anlik Alloh alamni biladi, 5 vaqt namoz o'qiydi. Buning qarta andikin ota-onasi buni bilib tajribaga asosan buni bersan qizimning o'zi kelgusida hargiz qarilib qolmaydi. Ammo o'g'ri yanchiqchi qamavas ashni bersan, uniki 2 kun begini urib ashida qilib bilan ajrishib bekaz yanchiqib deb tajribaga asosan oilasi kelib chiqish asosan undoq degan bo'lsa, u chog'ingizda mana uni majburlashmas kerak. U chog'ingizda tegmayman desa, u chog'ingizda nima qilmagan bo'ladi, ota-onasi norozi qancha bo'lmaydi. Uningcha bo'lmaydi. Ota-ona norozi qan bo'lmaydi. Uçağınızda men degan gap pul vaqt teksan olmamdı deb qanning o'zidan odamning o'zi shaklda nim bo'lgan gap o mana deydigan gap bu qizlar uxlab o'qandiki uni bo'lmaydigan gap. Uni bo'lgandikin u yerda ota-onasi qaqshatqa ish ko'p bo'lmaydi. Şu an mecburlash masalasi o'zida agar o qizbola ya o'g'ilning o'zi ashla taqvo har ish qilib ubdanga uçan unmasa qanday qilish kerak uçaningizda mecburlashdan uni shu qilish kerak. Uni payg'ambar boshqa desan biringlar itinglar dedi. Shuni ayting. Bu odamda masala so'ragan vaqt o'zida agar masala so'rashdan kelimizda meni ashla qilish kerak. Uni deb uni unmasa uçan ubdan bu taraf bo'lgan bo'lsa uçaningizda texim mecburlab shu qilish kerak. Chunki ota-ona odam o'ziniki qizi va o'g'ilniki kelgusi qanday bo'lganligini o'ziniki tajribaga asosan biladi. Tajribaga asosan uning uchun balasiga mana ko'ngilib shu deydi. Babun. İza ukriya hatta wahaba abdan aw ba'ahu lam yajuz. Bu bir baptır. Qachoniki majburlansa bir odam majburlibdi. Hattaki soğuktu bu adam bir kulunu soğuk etibdi. Nim bo'lmaydi o durustçu bo'lmaydi. Yani bir adam depti ki mecburlab sen bana hediye qilman be ya başkası be. Beğenmişsen uçağınızda sen antakmatam, mantakmatam ya ki sen ziyan yetkizmen, kesivataman ya uruvataman, sunduruvataman ya biraz ziyan yetkizmen, soltuvataman depti. Diyen bolsa uçağının üzerinde bu adamning o'zi ochda qon bo'lsa, u odamniki so'g'iti nim bo'lmaydi, so'g'atchi bo'lmaydi. Endi bir odam meni bir narsa majbur setibdi. Sotgan bo'lsa ham nim bo'lmaydi, u durustchi bo'lmaydi deydi endi. Endi
durust bo'lmaydi deb İmam Buxoriy bunda dedi. Dedi ba'zun nas. Endi in bir rivoyat nusxaning o'zida va bihi qala ba'zun nas. Men mushi gapga, ya'ni ashta majburlab satgan, ashta so'qgan narsa bo'lmaydi degan gapning o'ziga ba'zun nas qoyil bo'ldi. Onun önünde bazı nas, mana onu ma'qul biz uchun ashta deymiz. Bu bazı nasning o'zida nashqata o'tdi. Bu yerda asosan ulamolarimizniki mana ashta deyishda Imom Azamni maqsad qildi deb. Lekin İmam Azam uchun maqsadchi emas. Uni qarta Imom Azamga o'xshagan fikr bir qancha olimlar uchun bor. Ham shu. Unda o'zgan ba'zilar shundoq dediki, "G'aras bu dursolmaydi" dedi. Dursolmaydi deb oxirida manda gapni qildi. Manda gapni qildi. Nima dedi? Eğer nazir qilib qolgan bo'lsa, bir setvaga adam, mushtari shu setvagan ash majburlangan malniki o'zida. Ya'ni bir adam majbur ashni qilibdi, uni setibdi. Setva satgandan keyin setvaga adam shu majburlab setilgan naskrahning o'zini u adam nazir qilibdi. Men Alloh yo'lida bo'lsa men uni beryaptim, sadiq qilyaptim debdi. Dese bu işin özü o adamın gumanıca dursun. O doranıma o dursaydı. Bu kandak ya. Hem bir adam özdeki medeniki özde mecbur beni sassa uçağınızı dursunmaydıgan oldu. Dursunmaydıgan edip hem de yeni bir adam kopup yeni bir adam mecburlangan adamınki özde bir malını erip onu dikin o malın üzerine onu nazir kısa bu ne oldu durus oldu dedi. Yani bu ya da yukarıki ma nemiga asasen durus olmaydı diyen gapning o'zi ilim settimning o'zida uniki mulkka as setvoqchi adam o'tmaydi degan gap. Pulcho yana asho og'chi adam yonida uçağınızda og'chi adam malning o'zine o yer qo'l evasimi lekin uniki egislimi satqıchi adam uni yutib ketmaydi dedi. Degandekin egar bir adam nazir qilib qolsa shunday malning o'zini bu durus oldu dedi. Durus oldu degandeki buning gapi zid gap bo'lib qoladi. Shundaqmi bo'lamdi deb Imom Buxoriy mundaq deyotdi. Va shunga o'xshashdir, agar mudabbar qon bo'lsa o adam o'ziniki osh menim qilibdi, mudabbar qilibdi. Ya'ni mudabbar qilibdi degan ya'ni o adam bir oshindaq mushu yani mecburlanan bir konunun üzerine bu adam elip, ondaki qandaq qıptı, onu mudabbar qilib, men ölgendekin nimi bu azat depti. Mudabbar degan şu. Men ölgendeki siz azat degan bolsa, bu nimi boludu o durus oludu dedi. Bu yukarıda sassa mecburlap bu durus olmaydı dedi. Hem de mani durus oldu dedi. Bu qandaq gap bu dedi. Yani bu degende doğrucu bu mu dedi. Ama bu meselenin üzerine yani tehimi tefsiri buluşu için, tehimi tefsir biliş için fikri kitapka müracaat kılış gerek. Hem de İmam Buxoriy hem de İmam Azamga bazı meselelerin üzerinde şu vaktin üzerinde mi fikri meselelerin üzerinde okşamayan kız karış çoba. Şu İmam Buxoriy, İmam Azam'ın mezbunu ehl-i ra'y dedi. Küpünce bir qan yedisi qan. Men to'g'ri kelmagan tarafini tutib bu o'ziniki qiyosqa, o'ziniki aqliga asosan bu yerda ish qiladi. Bu yerda har kiz o'zining aqliga asosan gap qiladi degan gapning o'zidan Qur'on hadisi tashvitlar Qur'onni o'ziniki fikr bo'yicha deganlik emas. Bu yerda qiyos degan gapning o'zi Qur'on hadisinki bir yerda ashniki hukmi chiqib qoladi. Ammo bu yerda uchiq ana maylis undan bo'lmasin boshqa yerda chiqib qoladi. Shuni qarta aniki illatni u yerda tepib onun illeti maya tepildi de andaki kılındı diye nime o ki. Bu nime o kıyas. Bu kıyas şu İmam Azam rahmetullah bu meseleye vaktinde İslam dinimizdeki asas kanun menbeyin Kur'an, hadis, nime icma kıyas değil. Kıyas yok da şu da değil. Şu mesela haber vahid ya ki zayıf diye de işte bir hadis de var. Bunu karga vaktinde iger şu hadisindeki mezmunu ben şu akılga kıyasga zid qilib qolsa bunda qanday qilamiz degan vaqtida Imom Azam buni diqqat qildi. Buni diqqat çok qildi. Bu andikin usul fikri ve fikri kitaplarının üzerinden keng tutuyor deyildi. Aslında bazı ulamolarimiz ise İmam Buxoriy bunday meselenin üzerine kirmesi gerekti bu kitapta diye alimlerimiz var.
bunchola yilqi bek ki mushta qalamqan gap qilamdi deganda gap shu yilqi jamiyatdagi odamni gap qilsak bu nima degan gap bu o'xshamagan gapni qilya bu aqlosh joyidimi deganda bir gap. Jabir roziyallohu taolo rivoyat qilindi. Shuna debki jazman bir odam Ansar qabilasi bo'lgan bir odam men mudabbar qildi o odam mamlukni. O'zi qo'lini mudabbar qilibdi. Voy men o'lgandek sen azod debetdi. Endi unda deyishki maqsad nima qilsa, unda deyishki maqsad chunki o odam qo'lning o'zi ubdan xizmat qildi o'zining hayotida. Men o'lgandek sen azod degandikini o odam toza ubdan xizmat qilib ashbekat turmay ubda ish qilgan ki. Hem o savab alımen deydi o başka bir adamı kırıp kalgan diyen onu azat kalsa kolu diyen kolundaki azat kalışken nacık savab. Şu olan o adamge o koldan başka hiç kadar bir malçu bulmagan idi. Şu olan bu iş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yetti. Yetkendeki Peygamber dedi ki men yeşterihi minni depti. Yani bu ekip yetkendeki Peygamber uyarı bu nimkan kadar bu eke malını dep o yer erip anılırken bu malın üzerinde mendin kim nim kılıdı satıdı sen müştah desen bulamsın milyon yoktu hiç mi bilesin tutsan onda olsun balvakın anayası var sen işletmesen olmadı kosuğun var onda o anki man muddetler kılışın duruş olmadı onda o anki bunu yandırıp belki bir duruş olmadı dep onu andaki onu setip sen müştah bunu kaçtap müştah dep kim aldı benden dedi. Şundan setvagan idi okulun Nuaydin Neccan diye adam 800 dirhem gümüş bol septipti. 800 dirhem hazırki şu vaxtda 1 dirhem degen meni 3,5 gram etrafıda gümüş. 3,5 de oldu. Unda olmadı bu yer 800 degen gapninki o'zi 240 gram degen gap. 200 nima 40 gram. Yani 3 gramdan desek 8 kere 3 kança 24. Şu olan 800 liran 2000 mı ya 2400 gram ki? 2400 gram. 2,5 kilo atrafı gümüş ki. Çık buldu ya bu. Şun yette, şundan dedi bu Cabir, dedi ya ki şu Emr dinar, anzimet Cabir razıyallahu ta'ala'nın deydi. Ebden kıttiye, yani o adam mudabber katkan konunun üzeri Mısırlık bir kolti. Mate evame evvele. Ülüp ketken idi bu kol birincili. Yani birincili diyen gep, yani şu iş boğa vaxtımızda birincili. Ya olmaydı ma gapni qavaqtimizda shu vaqtda birinchi shu chonim qildi o ülüp ketgancha idi deydi. Endi bu asosan mushundaq mudabbar qulniki o'zini sasib bo'ladi degan gap chiqadi. Bu mudabbar qilishning o'zi ikki. Birisi mudabbar mutlaq. Mudabbar mutlaq degan men o'lgandek sen azod deydi. U bir xil. Yana birisi uni muqayyat. Muqayyat degan gap, yani uni ma'lum shart qo'ydi. Men agar saqib qolsam, men olsam, manchi chaqshi o'lmay qolsam, sen azod deydi. Azod yoki azod emas deydi. U chog'ingizda mana mutlaqda bo'lmaydi. Endi ma shartning o'zida agar bir oydan keyin yo bir yildan keyin o'lib ketsam yo ketmasam degan bo'lsa, u chog'ingizda bu ish bo'lmagan bo'lsa, u chog'ingizda bu bo'lmaydi. Payg'ambar deganing şu ikkinchi masalaning o'zida bo'ldi. Ammo bizning Hanifiy mazhabda bu yerda ummuvalat, mudabbar deydigan bundan nazkarahning o'zini shunda mukatab qo'llanib setish bo'lmaydi. Babun minal ikrahi. Bu bir babdır. İkrah. Ninki üstüde yeni to'xtalgan babdır dedim. Ayol kitabı ikrada, ayol babul ikrada başta deyişi. İkra degan talaffuzniki yeni başka bir ma'nosi bormi? Mesela ikraga sulasi nima? Mazid masdar. Unda olki bunu qartda, yani arab tilida yine başka bir til bormi? Mushning ustidan to'xtalamiz buningda deydi. Kurhun, karuhun ve kurhun deydi. Her iş kısmı o bir.
Yani onu ben o bir ki kerhun de pakapniki zibirden okuylen ya ki onunki peşinden okuylen onu ben mecbur diyen nimede manide oldukken icbar diyen nime ikrah diyen nimede çıkıdı o manidici çıkıdı okşar değil İmam Bukhari. İbn Abbas radıyallahu ta'ala madra rivayet kıldı dedi Şeybani dedi Şeybani ya yukarıdaki nimik asasen yine bir nimikken bu yine bir senetken ve İsmail kadam mu'atab Ebu Hasan Sudani ve kuma kımmaymen deydi o bu Şeybani bu atani megaliki zikr kıldı bu ata bu gapni İbn Abbas'tan dedi dep kuma kana şunu bilmem deydim. Çünkü o kişinin üzerine Peygamber kömügen. Peygamber kömügenlikken Abdullah bin Abbas'ınki üzerine devamlılık şu Adem'deki şahit olup aşı Adem'in övüntü. Devamlıyken töven yapının üzerine özü diyen de kısmı lekin İbn Abbas'ın tezep kuman kılınan. Çünkü İbn Abbas'ın ne var şahada adamın şey verip ilim okçu, ilim etmişler çok kalite değil. Ya eyyühellezine amenu la yahilu lakum en terisun nisai kerhen demişler okuttu. Hey nimeler müminler hey iman etkan kişiler halal olmaydı seni için şu ki var soğaysa ayallığa mecbur depti. Mecbur diye ayet okuttu. Yani mecbur diye ayet okup bunda depti bunun sebebinin için. Dedi İbn Abbas berti bu cahiliyet devri kapırdan kaçaniki bir adam ölse berti bu adamniki yani evliya yani ilgi çıkan tukalları ben şu ilk etken adamniki ayalığa en layık şu dedi. Kapır nime cahiliyet kapır devrideki ay insanı açtaktı. Ülüp ketkendikken onunki ayağı o ayağını ülüp ketken yeriniki kan daksa en hukuk botu. Onunki atanısı olan onu hiç kanayını kuşetmekti. Yani setvattık diyen yapıldı yani müştaktı bular. Mine eğer kalsa o evliyası o eğer kalsa ulanınki bahsi. Şu ülüp ketken adamların evliyanın bahsi asa yüz evaladan ki. Hiç kanamam yok ben aldım seni dediler. Ve eğer kalsa onu ikinci bir adam gel ağız kemisi apırıp ikinci bir adam bir odan ki. Ve eğer kalsa ula ve unağın hem kımbaytı o adam ve o ayağındaki üzerine o ber onun için hiç kadar bir eğlenmekti. Açtak yaşap ülüp geçse deydi. Ondan varken bu la şu ülüp geçken adamniki bu evliyaları bu ayalga o ayalniki ata anısını pek layıktı. O atanız kuşetmeydi değil. Şuna bu ayet ne kıldığın bu ayet aşırılık sebebinden düşken. Ne dedi? Sen ayallarını mecbur halette mal mataniki onu koyup onu harlap ben öz ihtiyarından halisan inla halisanla egvemenla egverenliş kış bir adam gel ya ki o halisan malını katardı miraskı bilvadan ki. Açtak kılılık ne kılana açtak çok kılıktı. Unda o adık bunda bir işte kısana adı çok bob aydı. Çünkü ne? Ayallah bir insan. Nime erkek okşaş bir aynen bir insan. Bu yerde ayallahın acıdığıdan aşı haram haram bilen Allah'ını bilmey. Bu insanların üzü açtak zoravallah kırıp kuşu acizi bozak kıldığan bu kıpırının emisiydi o alamet etti. Açlığının paydını hep andaki biçare ayalının üzü muştak ezitti. Muştak ne kıldı ezdi. Onun hiç kadar hukukunu vermekti. Hatta ki şu devrimizde de yakın zamana geçecek ayallahın üzü Hristiyan dünyasıdır mı? Bunu insan deyimiz mi, demeyimiz mi? Bunu cık talaşlaşıp ketken. Niye mi deyimiz? Məxluq, insan deyimiz mi? Desek bu kandak məxluq. Nimişi yaratılgan? Dep hatta ki ulanı, yani aşındak şu niminin üzerinde, yani fakat erlerinin üzerinde hotun buluşka, balı toğuşkala, tok berişki yaratkan Allah Teala. Onda o başka şey yaramaydı o. Dep onu gapni cıkılır, ağzı gap kılışkıma, her kız ne bulmaydı, gap kılışıp salayeti yok da apırıp ağzıga, aş tümü, aş nimin takap, aştak ağzının içine taşını tıkıp gap kızmayıp aştak kılıktı.
Şunda qildi zulm. Tek hozir ma yaqinki zamonlarda andikin ayollar ozodligi, o'xshashligi, animisi, manimisi deb tek osh gapni qilsa, endi hozirgi kunimizning o'zida islom dinimiz mushtaq qilmaydigan shaydi deb ba'zi islom dinimizning ichidagi ba'zi qaloq mushtaq fosiq insonlar o'zi ayollarga o'xshamagan o'zniki urf-odati, kufrni qilib qolgan oyat odatga asosan o'shlik qolsa islom deb ko'rgan gap. İslam andak qildi, mantak qildi bo'lib Afg'oniston nemizga. Mana bu islom dinimiz bilan o'qiyotgan kitobimiz mushu. Qur'on shu. O'sha damda yo'q. U yerda mesela boshqa yerda qizni olib borib hech qanday ixtiyor yo'q holatda puldek setib, uni hech qanday unda qiladigan bir odam bo'lmaydi. Unda nikah emas. Bu aşağıdaki Müslümanlar bunu bilirdi, alimler bilirdi. Şunda nima qismi, lekin mutaassib, jahil, kaş inson bo'lgandikan, o'zniki urf-odatiga asosan u ularniki qalbiga dinning o'zi, iymonning o'zi rasmiy kirmagan gap. Shunga andikan o'xshamagan ashtaq xato kufrdan kelib qolgan ashundaq odatlarni davomlashtirayotgan gap. Bu herkes islom bilan aloqasi yo'q. Islom unda qilmang deydi. Nima oyat shu. Babun İza sukriyatul mer'atu ala zina fela hatta aleyha debdi. Bu bir babdır. Kaçaniki mecburlansa bir ayolni bir zina mecburlanıptı. Baskınçılık kıptı deydi. Baskınçılık unmusa unmay besip şu işini çok kıptı. Kıgan bolsa uçanın üzerinde men o ayolga nemi yok, cezası yok. Mecburlab qolgan bo'lsa, mecbur o'zing ixtiyorsiz qildi. Ixtiyorsiz qilgan bo'lgandan u chaqda ixtiyorsiz mecburlarga adam nima yo'q, hukmchi yo'q. Savol so'roqchi yo'q. Unda ona buni ayol bo'lmaydi. Ammo akishkicha yer u to'y qilib bo'lgan bo'lsa, rejim qilib o'ltirdigan gap. To'y qilmagan bo'lsa, mana uni uchun 100 daraja urdan gap. Shunga tugaydi. Endi ayollar shundoqkan, endi erlarni majburlab qolish uchun desa, bunun o'xshamagan fikr bor ekan. Endi erlarniki majburlash nimasida ba'zi ulamolar agar ashundoq majburlash jihatida ashundoq qilib qolgan bo'lsa, u chog'da bu rasmiy zinoqon bo'ladi. Nimishqa? Chunki akishga nisbatan u zinoni qilishning o'ziniki ko'ngli tatib, shu ayolga o'xshamaydani, shu yilqi nimasi hissiyat qo'zg'alish kerak, uning uchun harakat qilish kerak. Kelgandiki bu ixtiyor bo'ldi. Agar uni ko'ngli tatmagan bo'lsa, u bo'lmaydi. Unda o'ylangan uni o'z ixtiyoran qildi. Qilgandan bu e'tiboran nima bo'ladi? Mana rasmiy u zinoqon bo'ldi, buni rejim qilamiz. Agar to'y qilmagan bo'lsa, haddi urmaymiz. Bu ayolidan bu erchi o'xshamaydi o ikkisi masalasi deb çok qaraydi. Ba'zilar hammasi o'xshash deb çok qaraydi. Men Alloh taoloninki so'zidikin va men yukrihunna fa innalloha min ba'di ikrahinna g'afurur rahim dedi. Kimiki ularni mecburlagan bo'lsa shu didak ayollarni jazman Allah ularni mecburlagan deyken Allah mağfiratçı qiluvchidir, rahimdir dedi. Unda olkin mecburlagan deyken şu işte qilib qolgan bo'lsa Allah uni gunohini kechirdi degandan mecburlagan ayolning o'zi ma dunyoda jazo tortilmaydi degan nima bo'ladi? Jinoyat bo'lmagandan jinoyat degan o'z ixtiyori bilan bilib turib, ashuncha o'ziniki erkin irodasi bilan qilgan ish. Uzun günah olan gap. Unda onu bu ayol unda bir işçi nima o yok. Mecbur çubuk kaldı. Mecbur kaldı ki onun için günahçı bulmaydı. Hatta olmaydı dedi. Ayetim şu dedi. O dedileyiz. Hiç fark etmeden nafi şunda da yapacağız Safiye. Ebi Ubeyd'ninki kızı olan Safiye haber verdi bu Safiye şu yılki nafiye şunda deb cezmen mene imaretniki qo'lidan bo'lgan, qo'ldirdan bo'lgan bir qul. Yani imaretniki qo'lidan degan Ömer radhiyallohu ta'alaniki men amirlik vaqti o'zidagi xilofat davrimizidagi ash u yerga o'ljab kelgan qul u davlatning qo'li bo'ldi. Xazining tushgan. Unda bo'lgan shu qulniki ichidan bir qulniki o'zi voqea bo'lib qoldi. Xumus. Yani o'lji elingan bir quldan
ne bu kaldı koldan kelgan bir ayolgacha voqea bo'lib qoldi. Uning bilan zina qilib qoldi deydi. O'sha qilib qoldi. Qilib qolgandan keyin qilib qoldi. Shu bilan meni majburladi. Bu erning o'zi shu yilqi oljidan elingan shu qo'lniki o'zini ayol qo'lning o'zini majburladi, hattoki iftabda. Hattoki jinsiy munosabat qildi bu bu ayol bilan. Deydimdi. O'zi iftazza degan gapning o'zi yilqi nima endi u biz deydi boshqa nima. Shu bilan bu kishini Ömer roziyallohu taolo anhu hatchu urdi. Va uni chu polidi. Lekin qo'l oyog'ichu hatchu urmagan. Shuning jahdidanki jazman u erning o'zi uni chu majburladi. O'z ixtiyordan qilmadi deb qilmagan, o'changizda u hatchu urmagan. Dedi Zöhri fil amatil bikru yabtarishul hurru yuqimu zalikal hakamu min al amatil azra'u. Endi bu gap shu. Mushtaq çok bo'ldi. Mushtaq çok bo'ldi. Agar bu qizvalning o'zida kishi hur odamning boshqa chiqib qolganda bo'ladi, desa deydi. Dedi İmam Zuhri, mana qiz bir didahning o'zida mana uni nima qildi, o qizvalning o'zini hur odam iftira qildi. Ya'ni qanday qildi jinsiy munosabat. Bu jinsiy munosabatning o'zida har xil gap bilan ataydi arabcha tilda. Uniki yilqi hoditi har xil o'g'andiki shu itbalan deydigan kim. Hör bir adam o'zi bu qiz didahning o'zi nima qildi? Jinsiy munosabat qildi. Majbur. Qanday qildi o'chanizda desa, o'chanizda andiki ayarni o'yat qilib o'rimiz bo'lsa mana deydi. Mana to'g'izida shu hakam, shu hokim yilqi qizvalidim amatil azran, ya'ni aytmagan ash qizvalnamdi adamning o'zi ash basqinchilik bu qizlig'ini yo'qotgandan keyin men ash qizvalning o'ziga hokim bo'lgan adam o'lchab qimmat baholaydi. Men shu qizvalniki qizlig'ini qimmatniki miqdorini qilib to'laydigan. Ma qizvalniki o'zi aytishdan burun bir odam bilan yetishdan burun bu qizval etdi. Qizvalniki masalan setilish, masalan to'y bilaskar hammasi o'xshamaydi. Mehr haqqamisi. Unidikiga yana to'y qilib bo'lgani o'xshamaydigan gap. Unda o'g'ankin to'y qilmagan vaqti bu qancha pulda to'y qilgandiki qancha bo'lishni selishtiriblar, adiki manicho bersa. Deb ashu hur odamga u qazni bir elib, chunki o odam o'zi ma aytmagan qizvali qulning o'zini ip qo'ydi. Xo'jayinga ip qo'ygandan keyin qizbatim satsa jiq pul sotdi. Qiz emas, afetim satgandan keyin bahor chiqib ketdi. Unda o chiqib ketgan ashnasi to'ylab mustaqil berdi deydi. Va jild urildi o nimaga erga. Hur erga nima qilamiz? Jildchi urimiz. Yo'q, mana amati sayyibida mana bir qator aytgan nima mushta tul didak ayolda mana imomlarningki hukmida hech qanday bir nima yo'q. Mana uni to'lanchi yo'q. G'urum degan nima to'lan. Ya'ni mushundaq hur odamning o'zi ashundaq bir qator aytib bo'lgan, o'shtaq xotin bo'lgan bir qul ayolning o'zi ashtaq qo'ygan bo'lsa, uni nima qilmaydi ekan, to'lamaydi ekan. Nimishqa bu bo'lgandiki boshqa edi. Unda bo'lgan buni qarta hatchu urildi. Lekin u odamning gadiga nima bordir? Hatchu bordir deydi. Ebu Hureyre roziyallohu ta'ala rivoyat qilinadi. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, hicret qilgan edi İbrahim aleyhissalatu vesselam o'zi ayol bo'lgan sar bilan mana o'ziniki asli yurti bo'lgan Iroqdan. İran degan İbrahim alayhisalom asli Iroqlik. Iroqdan İbrahim alayhisalom nima qarab, Falastin taraf qarab cho'm mang'an degan tema ko'z qarashi bor. Lekin bu aytishma kaynida İbrahim alayhisalom Iroqdan Falastinga kelgandan keyin Falastinda ochaq chiqib ketib, shuna İbrahim alayhisalom shu vaqt o'zida Misrga berdi ekan. Misrga borgandan keyin o'ziniki ayol bo'lgan Sarra İbrahim alayhisalom davra. Şundan u yer ipchum mang'di. Mang'andan keyin shu safar qildi deydi, bir ip mang'andi deydi. Mana kirdi İbrahim alayhisalom shu Sarra degan ayol bilan
bir yazığı ki o yazıda vardır padişahlardan boğan bir padişah var. Yani Mısır'a. Hem de rahatı Mısır diyen şu vaktimizde sorgan aş Mısır'nınki hakimi o naat zalim aşta müstebit bir padişahken. Müstebit imiken padişahken. Yakomaydı zalimdi boğan bir zalimdi. Şundan vay kiripto degendeyken uçağınızda adam hem az hem paylakçılar var. Kim çıktı, kim kirdi aşta hep turup durgan gibi. Şundan o paylakçıların üzeri şu padişahın üzeri deydiğin gibi. Bugün müşrikler Mısır degen şehrimizge uçağınızda Mısır'daki adı Kahire şehri emez. Onun cenub tarafındaki benim de bir kadimi bir şehri var. Şu şehrdeyken. Şundan deydiken bugün diyen bir adam bir xotun bilen kirip o xotunniki ayağını şunda çırar, bək çırayla acayip pamlaşkan kızı ayalken deydi. Degendiki in bir adetin üstüde aşıdak Mısır'nınki üzüge aşıdak çetten aşıdak bir ayal binası kalsa onuna cezmen bir cinsi münasebet ötküzüş gerekken. Ya bunu asasen bulurken ya komaydı onunki eski aşıdak micazı varken. Şu an evet de deydi. İbrahim Aleyhisselam'a bir elçi vertip, yani şunda deyip ki, sen bu ayağını bana evet deyipti. Ayağını bana evet deyipti. Evet degendeki makul deyip, onda kısıp bulmaydığın gibi, onu tutup apırıp soradı. İbrahim Aleyhisselam tutup tutup gibi. Şundan anladıyken İbrahim Aleyhisselam şu ayağının üzerine, bana o paşanın karşı evetti. Evet geldi, kirdi. Kirgendiyken o sarı olan ayağının üzerine, dep bunda qılmaz, qandaq qıldı onun birinci yölep iyi çıkılgan zatın üzü Allah. Unda oğan diken bu ayağındaki üzü aşağı turup andaki tudi. Şu yerdeki padişah o ayağı şu tudi. Yani kop dilgen bir yatımen diye işte kırıp onda qıldı. Qılgandaki şu vaxt qandaq qıldı? Tarat aldı. Tudi bu ayağı mı? Sarı mı? Şu tarat aldı, o namaz okudu. Tarat deb namaz okup Allah Taala dua qilib müştaq qildi. Qandaq oldandı ki şu duanın özü dedi ki Allahümme in kuntu amantu bike ve bi rasulike fela tusallit aleyye kafire debdi. Ya Allah eğer ben iman sana ve senin peygamberin iman keltirsem. Ya bir yer iman keltirsem diyen yüz yarı bir şekemez. Bu yerde ben iman ettim. Benimki imanımda eğer hiç kadar bir şey yok. Ben bunu resmi iman ettim. Baştak sana layıklı baştak kan bolsa, ben resmi moğan bolsam, uçağınızda bana manda kafir müsellat kılma depti. Ben muşu duanı kıttıken derhal duası icabat oldu. Şu an neymi o? Evliya. İbrahim Aleyhisselam'ın ayalı olan sarranın yüzü nimeti evliyattı. Ben bunda bir ayalı ettiğini. Yüzdeki Resul'de İbrahim Aleyhisselam peygamber ikenini bildik. Müştak çok kıldı. Şu an o kıldı, bana başka kıska. Onu dedi ki, bari ben dedi, bir yak kolu kirip gitti, put kirip gitti, bir şey oldu, ayağı iş kışkımış, oy dedi, sen, neyimine yalık, etrafındaki adam, sen şeytanla ekaldın, neyimine ekaldın, açık tep aşağı kovadı, andayken, bunun kerametini okup, İbrahim Aleyhisselam'a andaki bir kulunu, neyimine ayalga, sarıga, bir kulunu hediye kovadı. Oy, kattıyken, bu çıkılacak olmayken de. Deyden. Şu dua dedendi. Şundan gatkıp harlışıp gitti, harkıp kaldı bu padişah. Hatta ki tızlandı bu padişah yüzü pütüle. Pütüle tızılıp andikin sarının aldığa yakırıp ben hata kıptım deyip şundan ağırlıkta bunu kapartımı çıkarıp bunu karta andikin o sarının yüzüge bir kul azat kıl, kul verdi. Müştak çok kıgantı deydendi. Şimdi İmam Bukhari bu yerde bu gapni ekirişte sarınınkı üzerine mecbur açtak halette açtak zina kızıp mecbur padişahını aşış kılmayan diyen diken bununki üzerine eğer aşıldak mecbur kalgan olsa İbrahim Aleyhisselam uçağınızda bunu günah olmaydı diyen gap oldu. Onu açtak hızlı kıldı. Dikin İbrahim Aleyhisselam Allah'a bağlı işkence kamil olan diken cezmen bunda bir işlik kılamaydı o. Dem aşılığım kadar onu evet. Şuna diyendek Allah Teala bu keramet gösterip o işi bulmaktadır. Babun. Yeminur reculi bi sahibihi ennehu ahuhu iza khafe aleyhil katle ev nehahu.
Bu bir baptır. Bir adamın kasmi yüzniki sahibiga. Cezmen o sahip onunki nemsidir o. Kırıldışıdır dep nem kıptı. Kasamçı kıptı bu kasmi. Kaçani kokkan bolsa adam yüzüge öldürüp etiştin yoki öldürüp etişniki o'xshini kıptı. O'xshni qo'rqibdi. Ya o'ltiribdi, ya biyan solibdi, ya put qo'lini izibdi, mijibdi deb mashuni qo'rqibdi. Qo'rqib u odam qasam qilib, ikkinchi odam tarafidan o'ziniki qarindishi bo'lmagan tarafning o'zini uni nima debdi, uniki qarindishi debdi. Uni debdi, qarindishi ya andoq qildi, ya bundoq qildi debdi. Degan bo'lsa, o'chaningda bu qanday bo'ladi? Ya'ni bir odam yana bir qarindishining o'ziga mana bir bosib yelqa majburlangan odam orqali sen maniki o'zini o'ldi debdi. O'zi qarindishini. Yoki uni mundoq qil, andoq qil debdi. Agar mushni qilmasang, u chog'ingda sen andoq qotaman, mundoq qotaman debdi. Uni mushdan majburlagan bo'lsa, u chog'ingda bu odam bu ishni qandoq qiladi? Ha ma'qul deb u ishni qilamdi yoki u odam u ishni qilmamdi? Qilmay shu qasam qon ish bo'lmasa uni qilamdi? Yoki olmaydi u odam u ishni qilmay boshqa ishni qilamdi, qandoq qiladi? Buniki hali nima deydi? Mush gap endi. Yeminli rajuli degan gap, o'zi sahibi degan gap. Va shuni o'xshash har qanday bir mukrah odam ki qo'rqidi. Mana majburlagan odam nima qiladi? Qo'rqadigan odam shu masalaga uchun o'xshaydi. Chunki jazman uchal qanday qildan ekan? Uchada ha ma'qul desa yugurib berib qilamdi yoki shukturamdi yoki qanday qiladi desa, jazman bu odam mudofaa qiladi, bu odam shu odamdan o'sha odamning zulmini uchun mudofaa qiladi. Ya'ni o'sha odamdagi o'ziniki musulmon qarindishi bo'lgan odamning o'ziga qanday qiladi, unga zulm qilmasdan odamni men agar ma ishni qilmasang, ma tuqqunini nimani ma qarindishingni hamrohingni o'ltiryapman yoki andoq qilyapman, mundoq qilyapman deb u odamniki o'zini ochtaq uchun majburlabdi. Majburlagan bo'lsa, o'chamizda men bu odam qanday qildi, qanday qilsa mayli deb uyushtiramdi. Yoki olmaydi u odamning degan gapga asosan shu ishni qilib, o'zini qarindishi bo'lgan yoki qiz ayollar bo'lgan ani qo'dab qolamdi. Desa buni deydiki, u odamning o'zi shu odamniki shu qarindishi ayollarningki o'zidan uni nima qiladi, u zolimni qo'dab qoldi. Qo'dab qilib u odam qasam qil degan u ishni cho'q qildi deydi. Uni qildi, uni qildi. Chunki u odam musulmon nemisi qarindishi. Opirib o'zi qizvalarini yo ayolni sig'ib tuqqani, ammo boshqa bir ayol yo boshqa bir kishining o'zini yo o'ldi yoki nima ishni qil, qasam qil vallahi deb. Qasamini nima qil, ani o'ldi yo ma ishni qil, o'g'irla ol deb. Agar buni qilmaydi ekansan, o'changizda men seni o'ltiryapman yoki ochni qo'yaman, vallahi deb aytaqan bo'lsa, o'changizda bu odamga o'shni cho'q qilmaydi. O'shni qilmay, odamni cho'q qutuldirib qoladi. Qilmaydi deb. Va urushida bu odam shu yilqi odamning qarindishini deb nima qilgan gap? Urushida dunahu degan an degan gap. Bu yerda urushida shu odam deb urushida va yordamsiz qo'ymaydi u odam shu qarindishiga diniy qarindishga yordamsiz qo'ymaydi. Qanday qilsan, men ursam ur, meni tilsam tilla, qanday qilsam qil, meni melimni olsam ol, mening o qarindishim qilsam bo'lmaydi deb mushtaqchoq qiladi. Ishchi mushtaq deydi. Yoki pasiga u odam meni nima qildi, urushibdi. Mazlumdin zulm qilgan odamni deb urushibdi. Sen mushni mushtaq qilman deb men bo'zaq qilib urib, o odam meni o'g'lamsa, sen qanday qilgani deb, ammo odam majburlagan odamga qarta urushibdi. Urushgan bo'lsa, o'chanizda urushib qanday qilib o'ltirib qo'yibdi yoki ish qilibdi. Qilgan bo'lsa, o odamni deb uchoq odam zulm qilgandan men uni qo'ydayman deb aytgan bo'lsa, u odamga mana to'lami yo'q, o'ltirib qo'ygan odamga qisosmi uchun elinmaydi. Nimishqa? Chunki bu odam, ma odam qisos orqali odam zulm qilmoqchi, odam bechorachilik qilmoqchi. Unda o'g'andikin uni qo'ydashning o'zi har bir mo'min musulmonning o'ziga nima vojib?
Unda o'g'andikan buni qarta men uni qildi deb o odam ha baqilib berib unda o'ltiradigan ish yo'q. Unda o'g'andikan qanday qildi oshni qo'g'dayman deb o'lamdi o'zi qanday qildi andikan men oshni qo'g'dayman deb majburlagan odamni urishib o'chani urib uni yoki o'ltirib boshqa qilsa islom dinimiz hech qanday bo'lmaydi. Bunday qildi. Va agar dilsa o odamga va tashribannal xamra debdi. Bir majburlagan odam shuna debdi-ki unga vallahi billahi haraqni ish debdi. Yoki urib qolgan narsa ya debdi. Yoki sening qo'lingni sat debdi. Vallahi billahi satmasa olmaydi bo'lmas. Qo'taman debdi. Yoki bir qazni ixro qilibdi. Benim qaz yo'q. Ammo u odam majburlab men qazim bor demsang sen o'qinda qo'taman. Bunda qasam qilmashdan chiqibdi. Yoki hibi qildi u odam bir hibini. Nima qildi? Jazman mal bensang men har safar so'g'at qilib biz onda qo'taman, botta qo'taman debdi majburlab. Va halollabdi u odam bir minchi aqdini. Bir minchi nima bor ekan? Kelishim bor ekan. Kelishimning o'zini bekor qildi. Agar men kelishimni hozir qo'lga sipsan, buni hozir darhol mesela mahkamada deydi, u yerga olib tortib olmasan, u chog'da men o'ltiryapman yo unda qilman, bunda qilman debdi. Yoki seniki otangni yo qarindishingni islomdagi bir qarindishing. Azoti ota aka inisi bir qosonda o'g'ilga shuna bo'ldi, ammo islom dinidagi o'g'an bir musulmon qarindishing o'zini nima qilaman? Jazman o'ltirsan. Vallahi bil o'ltirmisan sen unda qo'taman, bunda qo'taman debdi. Desa uçağınızdan men o adamın şu işinin boludu, duruşu boludu. Qanday duruş boludu? Haraqni içidi. Shunda o üsüp qolgan narsa yeydi. Qo'lni satidi. Qaz bo'lib nima qildi? Iqro qildi. Sen men jazman haraqni ichsan, ma adam o'ltirsan, agar unda qilmasan, seniki anicho qolgan tuquningni qo'taman, uni ani qo'taman, o'ltirib qo'taman, otangni mundaq qo'taman, mundaq qo'taman. Da men ashundaq degan bo'lsa, o'changizda qanday qiladi? U odamga shu ishni shu qilish kerak. Endi madam mundaq qilsa, ma qirinchi ziyoda etkizishi bo'lmaydi dedi. Nimishqa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zini aytdiki, ahul muslim men ma'lumsin qisqartması. Peygamber şurada dedi ki, Müslümanın nemisi karindişi dedi. Karindişi oğandaki Müslümanın karindişi, yani o birisine nem kılmaydı ahire, tövendizmi çıkıyordu, zulüm kılmaydı. Hem onun üstüge birisine yardım berdiğin kuldaki gayede, yardım berdiğin yardımsız yok koymaydı. Kuldaki geçe yardımcı buludu, de Peygamber aleyhisselatü vesselam müştakçı diyen. Onda oğandaki bu adamımızın qasam qilib paraqni ich, ani qil, mani qil, adam o'ltir desa, u chog'da mushlik qilmasang seni oqirinchi o'ltiryapman, yomonda qilyapman desa, u chog'da bu adamimiz mush ishni qilib, oqirinchiga yordam qilib, u qarindishning o'zini hayot saqlab qilishga nima qilish kerak? Yordamchi qilish kerak. Mana islom dinimiz, mana musulmonlarning o'ttirishga qarindoshlik mushta ahamiyatga berdi. Hem de yeni dedi bazı nas. Hem de bazı nas gapning o'zidan, endi bu gapninki yüzü to'g'ri emas. Yani bazı insonlar deb endi bir ismini olsa bir gap. Asli İmam Buxoriyda ilmiy bir odamning o'zi, asli shunda katta avliyo darajada bo'lgan bir odamning o'zi, bundaqmi ammay aslida mana shu palon odam yoki fukun odam voqeaga deyildi degan bo'lsa-mu bir gap bo'ldi. Endi inson bo'lganiki İmam Buxoriy bir firishta emas. İnson bo'lganiki shu chog'dagi muhit, shu chog'imizda İmam Buxoriy bo'layotgan ish, u chog'imizda mana bo'libmi insonlarniki İmam Azamniki yozilgan kitob. Shu yilki nimeniki İmam Muhammadning yozilgan shu kitob deyotgan kitob bak yuzilib ketgan. Chunki u chog'dagi hokimiyatniki nimasi
asosan Hanifiy mezhebini asos qilgan. Qilgandiki buni qarab hadisga uni tushunsa Imom Buxoriy la hadis qilgan yani. Onda o'g'alki buni qarshi bu to'g'rimi deb shunday bir xil narsa ekan. Shu mushtarakdan ashta degan bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlar deb qo'ymiz yani shu. Ba'zi insonlar shunday deydi, ba'zilar Imom Azamni irod qildi deydi, ba'zilar yo'q unday emas, shunga o'xshab bir qancha boshqa odam degan deb bunday deydi. Yani biz ham Imom Azamni irod qilib qolsa dedik. Agar ba'zi odamlar bunday dedi, oyat andoq bo'ldi, asli durust bo'ldi. Madam bunday dedi. Agar dilsa u odamga, yani bir odam bir odam debdi. Jazman vallahi bila aran ich. Yoki to'nguzni üzülüp qolgan narsa yeysan, yoki sening o'g'lingni yo otang o'ldi, yoki olmaydi. Rahim bilan bir qo'saqni tuqqan, chiqqan ash tuqqanini o'ldi desa, bu odamga o'shni qilish durustchi bo'lmaydi. Aroqchi ichishga, mana üzülüp qolgan narsani yeyishga bu nim bo'lmaydi, durustchi bo'lmaydi. Deydi. Nimishqa? Çünkü bu iş emas, muzdarcu emas. Endi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mana yuqoridagi oyatning o'zida mana hamma narsani mana harom qildik, üzülüp qolgan narsa harom qildik deb pamanis turra g'ayra bag'in va la adin degan oyat bor. Mana bir odam hech qanday bir tajovuz qilib o'ziga ixtiyor qilib bunday haddan ishib, mana ashundoq nima bo'lib qolsa unda bo'lmasin, muhtoj bo'lib ketdi. U jonni qutulduğumuz bo'lmaydi ekan. U jonda ashundoq yap qolgan bo'lsa Allah o adam gunoh kechirdi dedi. Degandiki islom dinining usul fikri qoidasi mushu bir odam o'zi shu vaqt o'zida mana shu yerga muhtoj zarur bo'lib qoldi, uni qilmisi qat'iy bo'lmaydi ekan, o'ldi ekan. Ya cho'ng bir ziyon chiqdi ekan. U jonimizda islom dinimizda harom qon to'sqin narsa qilsa shunchalik qanchalik imkon shu ish amalga oshgan shunchalik qiladi. Mesela to'yib yeyolmaydi mesela haram ne go'shtning o'zini. Jeni saqlab qolgan qadar yeydigan gap. Buni nim qildi budan usul fikr shu oyat chiqqan bu qoida. Qoida bo'lgandan keyin ham deydi Imom Buxoriy bu mustari emas. Nima emas? Bir odam kendi davaylab mushlik qilmasang otangni o'ltiryaptimi? Otang o'ldi, yaqin bo'lmasa mushundoq qilmasang sen undoq qilman degan bo'lsa, bu oyatning doirasiga ichiga tushgan mustarin qator bo'lmaydi deydi. İmam Buxoriy ko'z qarashiga. Andikin summa naqaza. Andikin bu ba'zi nas zid gap qildi magibga. Magib boshlamada deb, oxirida bo'ldi deb qo'ydi bu gapni. Bundan gap qilam dedi. Qanday desa, dedi. O ba'z agar deyilsa u odam ya bir kishi tarafdan jazman sen otangni ya o'g'lingni ya qo'ymaydi, ma'qulni nima qilsan, o'g'lini ya otangni o'ltirsan, yoki ma'qulning o'ziga nima qilsan, uni sotsan, yoki bir mushu qazning o'zini iqro qilsan, yoki bir jazman bir narsa menga hadiya bersan desa, bu odamga mana shu ish qiyosda lozim keladi. Oyada u yerda nima dedi u yerda? U durust bo'lmaydi deb opirib mayada mana qiyosi durust bo'ladi. Hamda oyat nimaga asoslansa bu durust bo'lmaydi deb amayada aqliy tafakkur qilish orqali bu durust bo'ladi dedi. Oyat durust bo'lmaydi deb mayada durust bo'ladi deb bu gap mushta zid gap qo'ydi. Asli Imom Buxoriyning nimasi ma? Endi katta bir odam, uni hech qanday bir narsaga shu bo'lmaydi. Mana ham muhaddis, ham mujtahid, muttaq bir olim. Buning yo'q. Ham shundoq bo'lsa-mi? İmam Azamniki mesela mezhepniki oturup koygan aşı gapning üstüne tegi tahdidini etraf düşünüş kerak. Hem İmam Buxoriy düşünamiz demek demez. Belki şunday bir iş bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki Imom Buxoriyniki yetgan gap o mezhepten, yoki o'qigan bir kitobning o'zi yomtoq, ya kamchilik yozib qo'ygan bir kitob bo'lib qolgan bo'lsa, shunda yetib boshqa bir gapni qilganmiz. Lekin mohiyat uchun unday emas. Buning har birisining bir nimasi bor, aşk kitobda dalillar bor. Valikin kıyasda lazım geldi, valikin biz onu istihsan sanaymayız. Yani kıyas, asli bu yer kıyas iki. Birisi kıyas zahir, yani emniyeti kıyaska, yani fikirge, kıyasımıza akıl zid, yani muaf olan nesi zahir karab. Yine birisi kıyas hapi deydi o. Kıyas hapi degen zahirda kısak bu akıl muaf emez. Ama bunu oylap, iki tarafın o jirgini oyluğa vaxtımızda,
buni qilishchi bo'ladi. Ya qilmaschi kerak. Buning deydi uni istihson debchi atiladi. Mening bu istihson bo'ladi deb boshqacha dedi. Va deymiz biz endi bularga javob berib deymiz, mana ilm setdim, hadiya qilish, har qanday mana aqd, ya'ni va'da, ya'ni satdim, oldim, tagdim degan mushtaqilning hammasi oshningdan batildir. Biz batil bo'lmaydi deymiz. Yani aşıdan mecburlap satkan bolsa, ya iyi bir kuatkan bolsa, o iyi birisi olmaydı, satkan olmaydı dedi. Mene müştah deydi bu ayda inşallah deydi. Perkatlar olar, mene kullu zirahmin mehremin ölen, o şıkkısındaki gaylın otursunu, mene kitapsız. Koşsaktın bildi çıkan tıkkınlıki oturusundaki ka iş ölen, onunki gayrideki oğa şıkkısındaki oturunu, her ne Kur'an'a, ne yazıp tayinip, hiç kandak bir asaslanmasınlar, müştah işkisi oturup terk etvatı bula, deydi. Müsaade ettim. Ve dedi İbrahim Aleyhisselam Peygamber dedi İbrahim Aleyhisselam yüzündeki ayalığa hazi uhdi dedi mesela. Mecburlar. Mesela şu vaktimizde bu kim o? Diğer vaktimin ayalım demedi. Benimki nimem dedi. Benim kız kardeşim dedim. Ve şunda dişin üzeri Allah'ın edepçi müştah diken. Neymiş hadise? O Paşanınki adetden, Mısır'daki Paşanın adetden, kimninki xotun er ayal kirse, xotununa bir iş bulmaydıgan kadet kayısı varken. Ama bakın. Ama onunki sınırlısı yomundatsı hiç kadar çakılmaydıken. Şu an İbrahim Aleyhisselam bunu bilip, bu benim nimemti bu, bunun sınırlımtı dedi. Sınırlımtı diyen ameliyette bu sınır emez. Lakin dini taraftan nime bu, Müslüman boğandaki karındaş, şu karındaş itibarla nime dedi onun, benimki nime karındışım dedi. Karındışım diyen dini taraftan karındışım diyen gap oldu bu. Deydi. Ve dedi İmam Naxai rahmetullahi aleyh. Kaçaniki bolsa bir kasam koğucu eden bir zalim bolsa kandak kılıdı feniyetul harp. Uçağınızda kasam koğucu edemdeki nitiki bağlıktır. Deydi. Hem de İstihzabe diyen kasam koğucuktur. Yani kaçaniki bolsa nime kasam koğucu edem zalim buldu. Yani kasam koğazada resmi, haksız aden kılman degen bolsa, kasam kıyıl dep turdu. Ya boğaş bomba de, ya boğaş bol dep, muştaq kımsan bomsa seni öldürüp atman degen bolsa, o çağınızda kasamninki yüzü, kasam kıldı ya adam, kasam kandiken, kasamninki kandak boluşu aden niyetik bağlık. Eğer, açtak ya ma işin yüzün, bomba de, ya bombaydı o, ya bol de disimi, lekin amaliyotda unda bo'lmagan bo'lsa bu odam niyatida mana og'zi agib chiqib qolmasin niyatida bo'lmadi bo'lgan bo'lsa og'zining o'zida bo'ldi degan bo'lsa yoki amaliyotning o'zida bo'lgan bo'lsa uni bo'lmadi deb og'zi chiqargan bo'lsa osh qasam qo'y odam nima deb niyat qilgan bo'lsa shunday bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Va agar bo'lsa u odam mazlum bo'libdi. Qasam qildirgan odam nima bo'ldi? Mazlum bo'libdi. Uçağınızda mustahribninki niyeti oldu. Yani kasam koğazı adam niyeti kandak, nimedep niyet kavuzda, muştağın emkanımızı onuğa, muştağın çok karaymış. Dep, yani İmam Naxai rahmetullahi aleyh, muştağ çok deydemdi. Hem de bu meselenin özü fikri mesele. Ma ibaretninki üzü bir xil yani sel nimarak bunu karta bu yılka aldırma tercüme kılıp bunu düşenmişse sel teserek bu gapning o'zi. Şu an bu kitapning o'qi adamninki seviyesi bir kadar yuqori bo'lishi kerak. Aslida Buxoriyni tugitida o'qiydi, uni lekin tafsirni tugitida ilm xatm qiladi. Buni o'qishning oldida aslida bir qancha fanni, sarf, nahvi, lug'at, mantiq, men balog'at, men ulumul arabiyat degan gapni usul fiqhni hammani o'qiydi.
o'qib bo'lgandan keyin eng yuqori darajada bu yuqori daraja ikkinchi yuqori darajada bo'lib, uning yuqorisi andan keyin buni tugatib, usul buni tugatib bo'lgandan keyin asli bizning vatandamiz shu tafsirda buni o'qitadi, andan keyin rasmiy o'qigan bo'ladi. Hozir davrimizda qanday bo'ladi? U odamning u sarfni bilmagan yoki nahvini bilmagan, yo balog'atni asli bilmagan, buni olib andikin yetsin tarjima buni qarab oyatni qarab bu bundaqda ondan duogan, buni qarab ani kalampay ashta so'zlab ani ezib ketgan. İbn Şahab rivoyat qildi. Shuna deb jazman Salim xabar berdi. Bu Salim İbn Şahabga shuna deb jazman Abdullah Ömer radhiyallohu ta'ala anhu xabar berdi. Abdullah shu Salimga shuna debki jazman payg'ambar degan. El muslimu ahul muslim. Ahul muslim. Müslüman, Müslümanın qarindishidir. Endi Arapça dema ahun deydi. Bizim Uyg'ur tilida deymiz qarindosh degan. Qarindosh degan gap, yo'ldosh, saboqdosh degan gap nima degan bo'ldi? Yo'ldosh degan gapning o'zi asli bir dosh qozon deydigan bir yadin degan gap. Bir degan gap bo'ldi. Ya'ni degan gap qarin degan nima? Qarin hayvonning o'zi qo'shgan qarin deymiz ana. Ya'ni ikkimiz qarindosh deganimiz ikkimizniki chiqilgan, ya'ni o'zi bir qo'saqdan chiqdi. Ya'ni nima? Urug'mi bir, qo'saqmi bir. Ya'ni opimi bir, otimi bir. Shundoq kishining deydi, ahun deydi arabchada. Endi bu yerda musulmonning qarindishidir degani, mana shu yalaqi ota-onasi bir bo'lgan qarindoshning o'zi ikkisi o'tirib ajoyib yaqin tuqqan. Uni hech qanday og'rimaydi. Shuningdek, islom dinidagi musulmonlar, men er olsun, ayol olsun, yeni bir qarindosh bilan, yeni bir birodar bilan jazman mush shaklda qarindosh bo'lib, mana uning manfaati, buning manfaati, buniki manfaati uning, ziyon bu uning olsa, buningga, mana uni biri og'zi, buni og'riydigan bir biz yordam qilib, mush bir badanga o'xshagan holatdagi nima u kishilardir. Yani Peygamberimiz müstahçı degan. Yani muşundaqdır degan yani xabar olsunmi? Siz muşundaq musulmon bo'linglar, muşundaq qarindosh bo'linglar degan gap. Bu yerda Peygamberimiz xabar mushtaq bo'ldi, mushtaq bo'ldi deganligi emas. Bu xabar olsunmi, lekin uningki ma'nosi nima o? İnşa, emir. Muşundaq musulmonga emas, musulmonga mushtaq qarindosh bo'linglar. Asli muşundaq bo'lish tegishlik degan gap bo'ladi. Anda o halde qarindosh bo'lgandan keyin zulm qilmaydi bu musulmon, yeni bir qarindosh musulmonga har gün zulm qilmaydi. Haqsiz bir narsa ep qolmaydi, evamaydi, qo'yolmaydi, aldolmaydi, mana qo'rqitib olmaydi, aldab olmaydi, mushundaq har xil shaklda qo'shin qilib aldab, go'llab, mushundaqcha nima qilmaydigan gap uni olmaydigan gap. Men bu nima? Haqsiz. Ya'ni o'ziniki haq olmagan narsani uning uchun olmaydi. U ishni qilmaydi. Biz hozir qanday qilyapmiz? Bir qarindoshimizni bir qarindishimiz mushu zulm qilish orqali mushda hayot mush ishni qancha kishining o'zi u nimada yaqin bizniki jamiyatimiz shundoq nacharlashib ketdiki, shu odam noit botirib ketdi. Mana u odamga nima qilmaydi? Xotirjamlikni uchun tatmaydi. Ya'ni u xotirjamlik qo'ymaydigan ishchi bo'lmaydi. Qanday xotirjamni qo'ymay xotirjam kammisan? Mushundaq bechora ashta vayron bo'lib o'ssin demaydi. Qanday bo'ladi? Davomli salomatlik, xotirjam, amin, asan, mushdan nima qilsin, yaxshisin deydigan gap. Agar buningki qarshisida bu mushundaq davomli parakanda yashasin, oiz buzib ketsin, o'tirdiki inoqlik uchun yo'qolib ketsin deb ashunda mana hasad qilib, itoat qilib, düşmanlık qilib ashtaqqan bo'lsa, bu nima bo'lmaydi ekan? Yesin zoir shu, musulmon bo'lmaydi ekan. Va bir odam ekan, payg'ambar nima shunday bo'lsa, bundan texnik diniy tarafdan foydasi bor. Bir odam ekan bo'lsa, o odam o'ziniki qarindishniki hojisiz bo'libdi. Ya'ni o'zining bir qarindishiga hojib ketdi. Hojib qolib, men buni ado qilib beraman deb qo'l yetgan qadar, kuchi yetgan qadar mengishib, berishib, qilib, telefoningizni xat yozib deramdi. Anladingmi? Men mushunda qan bo'lsa, men bo'ldi, meni Alloh taolo u odam hojit bo'ldi.
Yani o adam qanday hojat olsa, o adamning hojatini ado qilib berishga andikin Alloh taolo o'chada hojatni siz hojatni ado qildi. Bo'lmasa Allohni qilib bersa, manta qilib bersa degan bilan, siz hojatni degan bilan uniki ijobat bo'lishi shartdi. Ikkinchi adamning qarinishning hojatini ado qilish. Shuning uchun harakat qilish, shuning uchun qo'lingiz yetgan qadar ishni o'qatchi qilib berish, yordam berish. Andiki sizga cho Allohniki yordami andiki keladi. Bo'lmasa shu kelmaydi. Hammasi men shaxsiyatchi, men bundoq bo'lsa, undoq shu bo'lmaydi. Osh ko'z undoq bo'lmaydi. Yine Enes radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Enes, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yardım berginsen, seninki kırılışınğa zalim boğan haletteki. Yani zalim boğan haletteki kırılışın yardım ber dedi. Yani zalim kırılışın yardım ber yenge. Zalim degen nima? Birisini urib, tillab, melini ip kaçıp, açta aldab, açta qatgan kişi var. Sen bunu yardım kıl dedi. Bu zalime tehim şunda qilish yardım qil degan gap. Yoki olmaydi, mazlumga nima qilgan? Yardım qilgan. O qarab, turib, shirshimda unda qolib tutma deydi. Bu etsin, men sinachik. Mayli bir adam, shaxsiy bir odamlar bu ursin yoki millatdan olsa mustamlika shu qarshi ashidaq, uni qarshi turadigan har qanday bir harakat faoliyatiga urush boshlab qilsin, bu hamisi kirdi. Sen qo'lini qo'shtirib, buni nim qilmangdan bunda turmasa musulmon bo'lgandikin. Ya mazlumga yordam qil, yoki ummat zolimga yordam qil. Degandiki shundan dedi bir odam, "Ya Rasululloh, u odamga hamoqin, mazlum bo'lsa-ku yordam qilaman." Xabar verse, eğer o adam zalim olsa ya da adam o'zi, men zalimga qanday yordam beraman bu? Nima degan gap bu? Zulm qilib taximi qildirmishda yordam qilgan ishmi? Debdi Peygamber dediki, tahjuzuhu. Sen o zalimga yordam berishing, zalimniki zulmidan to'ssan. Qanday qilsan? Hey qarindosh, ma bo'lmadi. Deb chiroyli gap qilib tushuntirish orqali buni mana aqli delil qilish orqali qilsan. Eğer unumasa, ben davet kılıp, andaki edis kasasen, ağzı ulan deysen, nim deysen, kuvvete mani de, ben dedim ki, unumasa koluyla. Kolu yetken kapıp tutup imkanı bolsa, unumuşta çok kılsan. Tut. Ya ki o zalimin yüzü tossan zulmedin. Ben muşu, zalimge yardım kallı koludu. Dep, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben edis muşta çok dedi. Anda o halde mene yuqorqi hech qosasan ashu bir odam bir qarinishiki o'zining melini al. Olmasang sen o'ltiryapman yoki uni o'lti yoki undaq qil yo mundaq qil deb ashda qon bo'lsa, men sen undaq qilmasang sen men yo aroq ich yo mushtaq qilmasang sen mundaq qilyapman an o'lti yo qilmasang sen opib solyapman nima desa, u odam ma'qul deb u odam o'ltirishga, u odam obro'ni to'kishga, men o'g'irlashga bo'lmaydi. Bo'lmaydi ki o adam qanday qiladi? Ya aroq ich yanmisa, aroqni ichidi, uyli narsani yeydi. Uchan nimasi bor? O musulmon qilish o'g'andiki odam zarar deb ketmisin deb, uning yordamchi qon bo'ladi deydi. Men musulmon bilan bo'lgan qarindoshlik men mushundaq. Islom dinimizning hukmidan u ijtimoiy munosabatda jamiyatning o'rtasidagi insonlarniki bir-birisi bo'lgan munosabat aloqa mushtaq nima qildi, uni tanishibchi baketdi. Hozirgi jamiyatga deb har bir inson öz aldığa birden yitkiş hayvan emas. Hozir yitkiş hayvan ketdi. Bu hech qanday inkar yo'q. Yasam, men bo'lsam, meni topsam deydigan, o menda qilsam bo'lmaydi deydigan shaxsiyatchi oshko'z, oshda inson qalbida chiqqan bir jamiyat bo'lib ketdi. Hammasi yovvoyi hayvon, yitkish hayvonga. Asam, yesamni deydigan. Shunga andikin insonlardan yashaydigan unda bir holatchi yo'q qoldi. Hammasi her tarafdan qaqshaydi. Hech bir odamniki nimasi yo'q, ya xotirjam bo'lgan odam yo'q. Ama xotirjam bo'lib qolgan bo'lsa, o'chanizda u bir ya aqlsiz yoki buni sezmagan, ya o'qimagan. G'aflat shu hayvonlar yashqa odamlar ashta bo'lishi mumkin. Bo'lmasa buni hamma odam tushunib biladi. Shu islom mushdaq bo'lmaganligi uchun jamiyatimizda bir hokimiyat yoki o'rnida yoki musulmonlar bo'lmaganligi uchun mushtaq bo'layotgan gap. Ahlakı buzulup, bir-birini urib, tillab, yeb, ichib, bulab, aldab, başını çok qotgan gap. Men Alloh taolo her birimizin bunda bir ishni qilishdan Alloh taolo saqlasin. Mushu o'qan ilmimizning o'zini
dunyo va oxiratga bizga manfaat qilib bersin, amaliyatimizda ijro qilinadigan mana mushundoq ishlarni qilsin deydi. Endi bu aytisiki, o'zi tugida Kitobul Iqro degan gap, bu 15 hadis ekan, 15 hadisni uchun o'qitdik. Buning ichida men 3 hadis bor ekan, muallaq qolgani hammasi muttasil bo'lgan nima ekan, hadis ekan. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Babun fi bay'il mukrahi wa nahwi fil haqqi wa ghayrihi.